Assalomu alaykum, Chorvador YouTube kanalining hurmatli obunachilari, do'stlar, bugun sizlar bilan navbatdagi sotuvga semiz katta buqalarni ko'rib o'tamiz. Do'stlar, sizlardan bir iltimos, kanalimizni rivoj uchun like bosib obuna bo'lib qo'yishni unutmanglar. Xudo xolasa sizlarga foydali bo'lgan video qilishga harakat qilamiz. Videoda xato kamchiliklar bo'lsa, do'stlar, shu kamchiliklarimizni yozib ketinglar, chunki biz yangimiz, har qanday bir kamchiligimiz to'g'ri tushunamiz. Xudo xolasa shu sizlarga xizmat qilib, sizlarga foydali bo'lgan videolar qilishga harakat qilamiz. Bu videoda mollar ko'rishlari mumkin. Bular Andijon viloyati Sharxon tumanidagi buqalar. Bir akamizni shu 18 oydan beri bahayotgan mollar ekan. Mana jonivorlar yaxshi holatda, katta buqalar ekan. Xudo xolasa yaxshi. Bularni shu 18 oydan beri baqib shu kunjira, kepak, bug'doy yorma, makka yorma, silyoz, somon shuna qilib bahayapti. Endi uni shu yemlar shunaqa payt oxiri shunaqa yem bilan baqib yemlab kelyapti ekan. Mollar holati yaxshi, mana shu Mickey Mouse, shunaqa Greyford, shunaqa parodada buqalar mana. Bularni xudo xolasa yog'li unaqa holati ham o'rtacha, ja unaqa o'ta yog'ib ketmagan, lekin yog'i bor mollarni. O'zi ko'rsanglar o'zi belgilari aytib turibdi, jonivorlar bu mollarni 68 mingdan 3 vazniga tortib beraman deyapti-kan. Biroz xayrni qilib kelishtirib berar ekan. Akamizga nomerlarga aloqa chiqsanglar, xudo xolasa kelishtirib chiroyli qilib beradi. Jonivorlar ancha yaxshi holatda, mana ko'rishingiz mumkin. Endi o'ta to'lib zo'rib ketmagan, lekin yaxshi mollar. Yani bemalol pichoqqa yoraveradi jonivorlar, katta buqalar mana. Bu mollar xudo xolasa kilo ham yaxshi keladi, shu 600 kilo atrofida 600 kilo bosib borishi ham mumkin jonivorlar yaxshi. Endi mana bu mollarni shu 18 oy oldin olgan ekan, 18 oy musoash olganda 200-250 kilo atrofida triga bo'lsa, shu 18 oy davomida mana shuncha natija bo'lar ekan mana. Endi bu ham bir ma'lumot maqsad berib ketyapman. O'zimizda bir yaqin akamiz ham shunaqangi Greyford gibrid buqalar olib baqqan. Bu mollar ham shunaqa 17 oy vaqti hozir ham bahayapti, xudo xolasa qurbonlikka deb. U mollari lekin yaxshi, 700 kilo atrofida bo'lib ketgan jonivor. Mana mollar xudo xolasa pokiza yaxshi holatda baqilgan, inshaalloh bir akamizga aloqa chiqsanglar, chiroyli qilib kelishtirib beradi. Unaqa kichkina mol emas mana holatlari. Bunisi bir 650-700 ga yaqinlashib olsa kerak mana Greyfordlar, katta buqalar ekan jonivorlar. Xudo xolasa nimasi ham yaxshi, qorinlari ham joniga katta emas. Foizni ham yaxshi beradi xudo xolasa. Bir ilojisi mollarni borib ko'rib, shu ustida gaplashib olsanglar, yana ham yaxshi bo'ladi akalar. Endi har xil holat bo'lmaydi. Mana shu nima qilsanglar, mollar yaxshi holatda jonivorlar. Mana shu Greyford gibrid shunaqa parodada ekan buqalar. Mana ancha yaxshi, mana katta kichiligi ham, to'lganligi ham yaxshi holatda ancha.